Demak 5-dekabrda bo'lgan сделкani MFG uslubi orqali ko'rib chiqamiz. Qanday bo'lgan edi? 15 minutlik time frame'da aynan o'sha impulsivniy harakatdan keyin bayqirilgan pozitsiyada ertalabki vaqtda qoldirib ketgan engulfing shamga MFG tortib olaman, ya'ni Fibonacci tortib olaman, MFG uslubini ishlataman. Demak, kerakli bo'lgan 50 va 61.8 zonalarni belgilab olaman. Menda stop hududi aniq bo'lib turibdi, ya'ni o'rgatganimdek sizlarga narx belgilab berganman bu yerda значение. Demak, udalить qilasiz buni va bu hududga qaraysiz. Shu hududdan kirish tochkasi, tochka vhoda yaratsangiz, sizda 190 punkt, 180, 190 punkt atrofida bitta shu reaksiyani o'zidan MFG dan daromad bo'lyapti. Uslub bo'yicha o'sha kuni kirgan bitimlarim, ya'ni 4200 narxning o'zidan sabab topib 180 punkt daromad olib chiqib ketgan ushbu сделкам.